Mavzu dictionary, ya'ni lug'at. Dictionary nima? Bu kalit qiymat ko'rinishidagi ma'lumotlarni to'plami. Masalan, talaba degan o'zgaruvchi bor. Dictionaryni matematik house bilan yoziladi. Ichida kalit saqlanadi. Masalan, ism va bunga qiymat beriladi. Ali, yosh, 17, kurs, 2-kurs. Va buni ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, bizga shu ko'rinishda chiqarib beradi. Mini loyiha qilib ko'rsak, nomi telefon kitobi. Foydalanuvchi 3 ta kontakt qo'shadi. Keyin biz ularni chiqaramiz. Kontakt degan o'zgaruvchi ochib olamiz va bu diktni qabul qiladi. Print 3 ta kontakt qo'shing deb yozdik. Endi foray in range 3, ya'ni 3 martagacha takrorlanadi degani. Bizda ism va raqamni so'rashi kerak. Raqam degan o'zgaruvchi yaratamiz. Bunga ham ismning raqami, ya'ni bu yerga ism kiritadi va enterni bosganda ismning raqami deb chiqadi. Kontakt ism teng raqamga. Telefon kitobi for ism raqam in contact nuqta itamiz. Print ism va raqam. Buni ishga tushirsak, 3 ta kontakt qo'shing. Birinchi kontakt ismi Samandar. Samandarning raqami. Ikkinchi kontakt qo'shing. Ali. Alining raqami. Uchinchi kontakt ismi Aziz. Azizning raqami. Telefon kitobi Samandar, Ali va Azizning ismlari va raqamlari chiqib kelmoqda. To'liq kodni mening Telegram kanalimdan olishingiz mumkin.